Kenshanchida uy olaman degan xaridorlar menimcha cho'qim Yanfangni tanlash kerak. Bugun Kenshan Gongyanninki haqiqiy bog'chining ishchiga silangan Yanfanglarni xaridorlarga bir ko'rsatib qo'yaylik qama. Aniq tata uzmay tata buni qalatda. Asosan setayotganimiz mana 3-chi binasimiz. 3-chi binoning qurilmasi bo'lsa, shu 154 ming franc chiqdi. 3 yerda skobirnilar. O'tir qavatlardan uylar bor. Anandaki mana 2-chi binoda uy bor, 139 ming franclik. Birinchi qavat kunlik uy uylarimiz bor. Birinchi qavat kunlik uy uylarimiz deganimiz hamda shu 55 dan 85 ming franc uy shu kunlik uy, anandaki yana yarasi yana bir qavat uy bor. Shu 139 ming franc uyasa yana yarasi yana. Demak, shoyi. Masalan, bir qavat uyni situatsiyangiz ostidagi bir qavatni maxsus sizga so'g'at qilib desak bo'ladi. Bajati jiq farq qilmaydi. Ustidan 140 olsangiz, ostida 140 ming franc, 280 ming franc. Har bir kvadrat 10 ming qo'y to'lasangiz bu masalan deyli. Har kvadrat sizga 5 ming qo'y to'xtagan bo'ldi. Chunki ostidagi ikki kaslaydi emasmi? Hozir 120 metrlik qo'shinni men xaridorlarga alayda tavsiya qilgan qo'shinni. Hozir bu 120 metrlik qo'shinningki 2-qavat, 6-qavat, 7-qavat, bu 8 qavatlik Yanfanglar mushu yaxshi qavatlarda uylar bor ekan. Agar bushunga ehtiyojli xaridorlar bo'lib qolsa, osonlar bo'ladigan vaqt juma o'rni bo'lib qolsa, bizningki Kenshan Gongyan, ya'ni Muqam ansamblining keyniga joylashgan hamma o'rin yeshillik demsiz, qatnash demsiz, mana oldimizga 2 bekatda, 1,5 bekat mansaqmi, bizning Davan Shizlugu barimiz, Vanko, bizning bardigan Yingshan Shinjan qatorliq hamma o'rinlarga yaxshi holatda bo'ladi. Bu yerga qo'shinni bir ko'rsataylik. 120 metrlik qo'shin nurg'un xaridorlarga mos keladigan qo'shinlar o'zinglar ko'rib olsanglar bo'ladi. 3 yataq 3 tarafda sayyor qo'shin deymiz. Ular yantay so'qildi juma, yan tarafida yana meni ko'rsatda yantaylar bor so'g'at qiladigan. Demak, punktansi 17%, 18% chiqqan bo'lsa, sizga yana 10 kvadrat yantayni so'g'at qilsa, o'zingiz hisoblab baxshingiz bo'ladi. Eng oxirida sizning ansiraydigan punktangi bikat to'layotdim deganingiz 8 kvadrat atrofiga qolib qoladi. Bu shunda uylarni olsangiz bo'ladi. Yanfang bo'lgandan keyin mushu uylarning hammasi hozir o'tdek setilib tugab bo'ldi desakmi bo'ladi. Ko'p odam olgan, nurg'un odamlarning e'tirof qilishga erishgan shangmo bahosini tutib tura oladi, o'rnimi yaxshi bo'ladi. Andan keyin siz o'zingiz keyin setib chiqarmoqchi bo'lib qolsangizmi, yana o'zingizga yuk bo'lib qolmaydi degan gap. Agar mushu uylarning ehtiyojingiz bo'lib qolsa, Urumchidan yengil setmoqchi bo'lib qolsangiz, men bilan aloqalashsangiz bo'ladi. Mishadagi xizmatchi xodimlar bilan birga sizga eng tuvan ba'da sizga eng loyiq keladigan uylarni tavsiya qilamiz. Telefon nomerim 136 469 86 99.